Salom alaykum somsalar. Somsalar. Qarsilama somsalar. Bir odatim bor. İnsanlarga bir marta ishonaman. Keyin esa o'zimni ishongandek ko'rsataman. Farqi bor menimcha. Do'stlar, bugungi roligimiz homiysi 1xbet kompaniyasi. Kommentariyadagi ssilka orqali ro'yxatdan o'ting. Promokod joyiga O'zbegin TVni kiriting va bot emasligingizni isbotlash uchun hisobingizni istalgan summaga to'ldirsangiz, sizga 100% 24 ming rubl bonus beriladi. O'sha summani bizning Telegram kanalda 10 barobargacha ko'paytirsangiz bo'ladi. Shu sababli nikohingizni tantanali so'zboshdan oldin sizlarga bir nechta savollar bilan murojaat etishga ruxsat eting. Oila tuzish niyatingiz erkinlikka, hamjihatlikka va poklikka asoslanganmi? Rahmat. Shu kelgan guvohlar oldida va kelgan barcha mehmonlar oldida bir-biringizni sevishga, bir-biringizni hurmat qilishga va kelajakda Misol Respublikamizga sog'lom o'stirishga so'z berasizlarmi? Malikaxon, rahmat. Oila tuzish niyatingizni tasdiqlab, marhamat qilib nikoh haqidagi davlat mavzulariga o'z imzolaringizni qo'yishingizni so'rayman. Malikaxon. Onash, to'ying bo'pti. Ering bilan baxtli bo'l. Lekin ering bilan bitta narsani hisobga olib qo'ygan. Tuproq bir kun yomg'iri qadriga yetadi, lekin o'sha kun yomg'ir yog'mas ekan. Sen bilasan. Sei muito bem dessa mina, a peça nós já conhece. Sei muito bem dessa mina, a peça nós já conhece. Ela pode, ela Ona tilingiz qaysi? Biz bechorami, ona tilimiz ham yo'q, bir sobstvenniy vatanimiz ham yo'q. Oyim tojik, adam arab. O'zim O'zbekistonda tug'ilganman, lekin Tokioda yashayman. Nima bo'ldi? Umr tifrim bo'lib ketdi. Qashqadaryoda TikToker 10 sutkaga qamaldi. TikTok va YouTube'da Sardor gangster taxallusi bilan chiqishlar qilib kelgan 24 yoshli yigit jinoyat ishlari bo'yicha Nishon tuman sudining 2024-yil 21 fevraldagi qarori bilan mayda bezorilik hamda milliy, irqiy, etnik yoki diniy adovatni targ'ib qiluvchi materiallarni tayyorlash, saqlash yoki tarqatish bilan bog'liq huquqbuzarliklarni sodir etgan deb topilgan. Unga nisbatan 10 sutka ma'muriy qamoq jazosi tayinlangan. 23 fevral kuni Sardorning tuman sudi qarori
ustidan shikoyati Qashqadaryo viloyati sudining jinoyat ishlari bo'yicha sudlov hay'ati tomonidan apellyatsiya tarkibida ko'rib chiqilib, birinchi instansiya sudining qarori o'zgarishsiz, shikoyat qanoatlantirilmasdan qoldirilgan. Farosat ko'rinmaydi, lekin yo'qligi bilinadi, og'alar. Aka, mehr oqibat ham ko'rinmaydi, lekin yo'qligi seni mana tishlaringda arasidan bilin. Mehr oqibat shunchalik sovib ketibdi tishlar arasidan. Mana oladagi ikkitasi ayniqsa bir-biridan juda ko'ngli qolib ketibdi-da. Nima qilgansan? Qadrdonlar, bu birovni ustidan kulishmas, prosta kayfiyat ko'tarish, unga ko'ta like bosib. deydi. 2002lar uylanganda. Qani xotinjalarim, bir xursand qilinglarchi meni. شفتو صدقوني يوم اللي شفتو نوم الليل ابد ما عرفتو العسل يكتر من شفتو صدقوني يوم اللي شفتو نوم الليل ابد ما عرفتو العسل يكتر من شفتو صير وحليوه ومن تيلي نظرة صور 2002lar bizaga mazza, ha? Futbol jozibasi davom etadi. APL shiddati, La Liga qudrati, A Seriyaning kutilmagan bahslari. Videolar o'yini tomosha qilib turishlang. Kompaniyaga o'tishlarga kommentariyada yangi ro'yxatdan o'tganlar uchun 100% bonuslar taqdim etiladi. Gangirboshmi bular, ey? Bularimiz anekdotdir, voy. Bilbayin bittasini, ey. Bu dobdirmi bular, ey? Ne rezultat bular, ey? Tushunmadim-da meni. Aldir bular, ey. Ajigarlar, boshlash kunlar ham bor ekan. Unda xizmat qilgizdirib, danazni kunini o'tkazib olib ketdi. Mana 9 oy o'tdi. Ha? Husham jonlar. Husham. Hatroqcha. Ha? Vo, mana. O'g'il bola ekan. Katta damaz bo'lsin, yelu xalqqa xizmat qiladigan bo'lsin. Beshar roqqan to'xtamay qatnaversin, ha? Damaschilar, gazza firibgani boy qiladiganlar ham damaschilar. Uyga jentrani qo'yib qo'yib, kira uradiganlar ham damaschilar. Like podpiskani danglatib yuboradigan ham damaschilar. Damaschilarga ko'z jo'natamiz, ha? Jigarlar, podpiskada bo'lamiz. Damasta, men yuraman damasta. Klientlar bir dasta. Manu akani kim taniydi? Chiroyingga kulib qo'ydim. Men bu bilan birga bir solishaman. Javob, yorib tashlayman. Ko'ramiz, nima bo'lar ekan. Jo'ra baxtli ol. Eng yomoniga shunday olsin. Ukang sana bir narsa aytsa, eshitsang. Mustafaga yengam bilan baxtli bo'ling. Endi ishing enangizga. Oh, Jonka. Nima? Oh, bular. Akalar nech berasiz? Nech bahoslagan? Oh, Jonka, aylanayman. Voy Jonka. Voy Jonka. Keyingi savolim, Instagramga kirasizmi? Kiraman. Bolalar like bosib turadimi, yozib turadimi yo gaplashasizmi kimdir bilan? Ha, endi Instagramga rasm tashlagandan keyin hamma ko'radi uni. Men Instagramda faolman, hamma. Bolalar, tasavvur qilinglar. Mabodo ayollaringizda paydo bo'lib qo'yganimda nima qilardinglar? Bir kuni bittasi eri yo'q deb bittasi bilan gaplashib yurar ekanda, eri xitlab qopti. Nima qilyapti bu, har kuni pichir qilibdi.
Bo'pti xotin men ishga ketdim deb sekin shkaf orqasiga o'tyapti. Xotini sirasi telefonni olib, "Alo, erim ishga ketdilar. Bo'ldi, kevring, gaplashib o'tiramiz." Qassob ekan o'ynash. 1 kilo go'sht olib keling debdi, kelibdi. Kelgandan keyin endi gap bunda debdi. Meni kuldirib siydirib yuborsangiz, siz bilan birga bo'laman, bo'lmasa bo'lmaydi. Ana bu gap yo'q debdi, kuldirish bo'lsa, har xil algidot debdi, har xil qilovlatibdi, kularmish siymasmish deb. Tapir-tupir yechimdi, o'ynabdi go'li bo'lib. Kularmish siymasmish deb. Qarasa podyezdga mingga qo'yib ketayotganmish. Va bo'ldi, odamlar ko'radi hozir, siyvardim desa, onangning bir ishkop orqasiga qarab ichib yuborasan. Melisani ko'rsak qochardik. Qoch Melisa, qoch. Bu Melisa ham o'zim anjalligi, ma'ka. Acha meni qo'lora, men nima yomonlik qildim sizga, acha men. Men o'qishga imtihon topshiraman deb kelganman, acha. Assalomu alaykum Sardor aka, qanday bo'lyapsiz aka o'zi? Qayerda aka xizmatda hozir? Davay bosaklar, iltimos. Go, 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 shawty. It's your birthday, we gonna party like it's your birthday. We gonna sip Bacardi like it's your birthday, and you know we don't give a fucking at the birthday. Tushunding bormi? Baxtli bo'ling. Seni men baxtli bo'lishingni xohlayman. Yig'lamagan hop. Hali yig'lamagan, baxtli bo'lasan. Uzoqdan kuzatib turaman seni. Hop, bora. Atrofdan meni istamagan. Baxtli bo'lishingni xohlayman. Hop. Kelaman, aytaman, boraman. Aha. Yig'lamaydi, bo'ldi, bormi? Hop. Birga yurgan kunlarimizni, birga o'tkazgan kunlarni esingdan chiqar. Hop.